inson o'zini mukammal versiyasini yaratish uchun har tomonlama rivojlanish kerak. Ustoz, shaxsiy rivojlanishdagi inson ko'proq qaysi tomonlarga fokus qaratish kerak? Ibodatni kuchaytirish kerak, kitob o'qish kerak va jismoniy mashg'ulotlarni yo'lga qo'yish kerak. Chunki ibodat bu ruh uchun oziqa, kitob o'qish bu miya uchun oziqa desak ham bo'ladi. Sport esa bu jasad uchun oziqa. Inson o'zini mukammal versiyasini yaratish uchun har tomonlama rivojlanish kerak. Ilmiy, ruhiy va jismoniy. Rahmat. Keyin ko'p ota-ona so'raydi, farzandim zalga necha yoshdan chiqqani yaxshiroq deydi. Xavotir olishadi, ustoz, bo'y o'sishiga ta'sir qilmaydimi yoki qanaqa travma olmaydimi? Shuni aniq bir yoshi bormi yoki qanaqa masalada bo'ladi? Именно agar trenajyor zali oladigan bo'lsak, 13-14 yoshdan bergani yaxshi, lekin unga cho'ng kutish kerak emas, boshqa sport turlariga berish maslahat beraman. Taekwondo, kickboxing, boks, plavaniya, gimnastika va hokazo. Bolalarni yoshlikdan sportga berish kerak. O sport orqali o'zi tanasini va o'zini shaxsiyatini kuchaytirib boraveradi. O'shaning uchun qancha vaqtli bersalar shuncha yaxshi. Faqat sport turini tanlashdan adashmasa bo'ldi. Yoshlarga tavsiya qiladigan ikkita kitobingizni ayting. Yoshlargami? Men asosiy kitoblarni rus tilida o'qiyman, o'zbek tilida agar beradigan bo'lsam, birinchisi bu Robin Sharma, o'z Ferrarisini sotgan rohib, ikkinchisi esa muqaddima.